Şu o'chirib qo'yma. Nariyoqqa bor. Buyruq yapti. Şu kirishkini olib keldingmi? Olyapsan, nariyoqqa bor. Şu kirishkini olib keldingmi? Qanaqa kirishki ekan bu? Bilmadim. Bu kirishkini yemagi, mana qarab tur. Mana magazindan olgan bo'lsang, mana shu kirishkini qarab tur. Bunga kley qo'shilgan, spirt qo'shilgan. Mana qarab tur. Apga kirishkini qarab, nariyoqqa bor. Mana qarab tur. Ash kirishkida bolalarga mana yegizdiryapti. Kimdir tayyorlab, mana Xitoyda kleylari qo'shilgan mana shu kirishkiga. Mana yonyapti. Shu kirishkini bolalar yeyapti. Hurmatli hamqishloqlar, e'tiborlaringizni beringlarda, magazinda sotilayotgan turgan kirishkini bolalarga bermanglar. Mana bitta yana olaman. Mana bolalarga sotilayotgan turgan kirishki mana shu. İçida kleyi bor ekan. Men sinab ko'rdim mana. Mana yonyapti. Shu yonyapti turgan narsani bolalar yeb kasal bo'lyapti, kasallattiryapti, gripp bo'lyapti. Sarf kasal bo'lyapti, sarf kasal bo'lyapti. Mana shu kirishki mana shu. Bolalar yeyapti mana shu. Qarab turinglar. Bolalarga magazindagi kirishkini olib bermanglar mana. Mana shu kirishkini yeb, men nevaram, nariga nevaram qornim o'riyapti deyapti. Ko'ryapsizlarmi mana shu kirishki mana. Hozir olib keldi 2000 ga. Mana matlabat ahli do'kondagi kirishkilarni bolalarga olib bermanglar. Mana shu holat mana. Qoch, tasha, yemagin, ikkinchi yema. Mana qornim o'riyapti deb chiqdimi kechasi bilan. Mana shu kirishki bo'ladi, yeyib turgan mana. Mana shuni yevaram, mana shu kirishkini yeb, mana. Qornim og'riyapti deb mana devarab o'tiribdi mana. Qorning og'riyapti, qayting og'riyapti. Qorningiz og'riyapti. Kirishki yedingiz mana, yonyap turganini ko'rdilarmi? Hurmatli qishloqlar, mana shu do'kondagi kirishkilarni bolalarga olib berdim.